Do'stlar, bir soatdan buyon hozir обсуждение ketyapti. Qaysi qo'shuvga klip olish bo'yicha men hozir sizlarga zo'r taklif beraman. Bunaqasi bo'lgan ko'rasan. Qaysi qo'shuvga to'xtaldik? Assalomu alaykum. Qaysi qo'shuvga to'xtaldik? Men hozir sizlarga bitta zo'r taklif beraman. Bunaqa taklif bo'lmagan. Xullas, 6 kun mobaynida ikkitadan qo'shuv beraman. O'sha qo'shuvlarni lekin bu safar sizlar emas, meni muxlislarni tanlaydi. Vobshe chiqar o'yladim. Xullas, 6 kun mobaynida ikkitadan qo'shuv beraman. Instagramga ikkitadan qo'shuv qo'yib boramiz. 4 tasi tayyor demak, 8 ta yozar ekanman, ancha menga yengillashadi. Ulguraman, kerak bo'lsa-chi uxlamasdan bo'lsa ham sizga yoraman. Men yana 6 kun kutamanmi? Da. Oldin yozib qo'yasiz. Oldin yozib qo'yasiz qo'shuvlar. 4 tasini yozganmiz deyapmiz-ku, hozir 8 ta yozamiz. Oldin yozmaganmiz. Tushunmayman, uxlamasdan odam kasb. Sizga qiyin, menga qiyin emas, men bilmaysiz, robotlarga. Xullas, do'stlar, qaranglar. 6 kun mobaynida bittadan qo'shuv berdik. Har kuni bittadan qo'shuv tanlashadi va oxirida bitta qo'shuv qoladi. O'sha qo'shuvga xullas siz klip olasiz. Xullas, buning uchun muxlislar sizlar aktiv bo'lishinglar kerak va qaysi qo'shuv oxirida yutsa, shu qo'shuvga klip olamiz va sizlarga alohida o'zimiz sovg'a ham bor do'stlar.